Hello, I am glad to see you again. So today's our topic is future simple. Demak biz future simple, ya'ni kelasi zamon haqida gaplashamiz. Kelasi zamon nima? O'zingiz bilib turibsizki, kelajakda sodir bo'ladigan ish-harakatlar uchun ishlatiladigan zamon bu. Xo'sh, kelinglar, future simple'ni yordamchi fe'llari nima ekan, shu bilan tanishib chiqamiz. Future simple'ni yordamchi fe'li will va shall hisoblanadi. Va will, shall qatnashgan gaplarning fe'li a deb tarjima qilamiz. Formulasi: daragapi subject plus will keyin verb keladi. Inkori subject will not ni qisqartmasi e'tiborli bo'ling, want shaklida yoziladi va talaffuzi ham want bo'ladi. Va verbni o'zi. So'roq: will subject verb keladi. Endi e'tiborli bo'ling, shaxslarga nisbatan taqsimlaganim emasman. Ya'ni bundan bilsak bo'ladiki, will hamma shaxslar uchun ishlatiladi. Ya'ni I, he, she, it, we, you, they olmoshlar uchun hammasi uchun bir xil ketadi. Lekin shall faqatgina I va we shaxslar uchun ishlatiladi. Va shall ni inkor shakli shall not qisqartmasi shan't. Talaffuziga e'tiborli bo'ling. Shan't qanday yozilsa, xuddi shunday talaffuz qilinyapti. Gapimiz Willy want to visit the. Willy ularni ko'rishga bormaydi. Demak, bu inkor gap shaklida berilyapti. Willni biz qachon ishlatamiz? Willni biz birinchi o'rinda kelajakda sodir bo'ladigan ish-harakatlar uchun ishlatamiz. Ya'ni uzoq kelajak, yaqin kelajak bo'lsa, willdan foydalanamiz. Ikkinchi ishlatilishi va'dalar berganimizda, biror bir narsalarni taklif qilganimizda willdan foydalanamiz. Va shuningdek, navbatdagi ishlatilishimiz bashorat yoki taxmin qila olmaydigan holatlarimizga nisbatan willdan foydalanamiz. Ya'ni bu nima degani? Bashorat qila olmaslik yoki taxmin qila olmaslik, ya'ni dalillarga asoslanmay taxmin yoki bashorat qilish degani. Navbatdagi ishlatilishi esa biror bir kishiga nimadir qilishni taklif qilish. Ya'ni siz uchun u o'sha inson qilishni aytasiz. Will you bilan savol beriladi. Agar siz o'zi shu narsani qilaymi deb taklif bermoqchi bo'lsangiz, will I'dan foydalanib gaplarni hosil qilasiz. Va navbatdagi ishlatilishi nutq vaqtida qilingan qarorlarga nisbatan. Buni qanday tushunish mumkin? Misol uchun oddiy tasavvur qiling. Siz darsga kirdingiz, ruchkangiz yo'q ekan. Shunda do'stingizdan olib turasiz ruchkani va aytasiz, darsdan oxirida senga qaytarib beraman deysiz. Mana bu holatimiz nutq davomida qilingan qaror. Ya'ni siz ruchkani olib, unga darsdan oxirida qaytarib berishingizni siz o'sha vaqtni o'zida qaror qabul qilyapsiz. Mana bu willdan foydalanishimiz edi. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Will va shall'ning farqi nimada? Xo'p, farqi albatta bor. Birinchi o'rinda farqi shaxslarda ishlatilishida. Will hamma shaxsda ishlatiladi, shall esa I va we olmoshlarga nisbatan ishlatiladi. Navbatdagi ikkinchi farqi esa will juda ko'p uchraydi, ya'ni nutqimiz davomida ko'p ishlatamiz, shall esa muomaladan deyarli chiqqan so'z hisoblanadi. Uchinchi farqi esa so'rov gapida. Shall I, shall we bilan savol berganda offering, ya'ni biror bir narsani taklif qilish yoki suggestion, ya'ni biror bir narsani bu ham taklif qilish degani. Misol uchun, shall I open the door? Eshikni ochaymi? Sizga taklif tashlayapman. Xo'p, navbatdagisi, shall we go to the cinema? Kinoga boramizmi? O'rtaga, jamoaga siz taklif tashlayapsiz. Mana bu shall'ni ishlatilishi edi. Mana bu so'roq gaplarda farqi. Agarda will I open the door deb bersam, bu kelajakdagi shunchaki sizdan so'rash bo'lyapti. Hech qanday taklif emas bu. Ochaymi degan narsani sizdan so'rash bu oddiygina. Shall bilan savol bersang, taklif tashlanadi.
qilsam sizga, ya'ni eshikni ochsam sizga hech qanday noqulaylik bildirilmaydimi degan ma'noni anglatadi. Bu will va shall haqida tushunchamiz edi. Navbatdagi futureni ifodalovchi birikmamiz bu to be, going to hisoblanadi. Bu yerda to be qisqartirib yozganman. Doimgidek am, is, are, going to shaklda keladi. Va to be, going to ni tarjimasi moqchi deb tarjima qilamiz. Formulasi subject to be, going to plus verb. Inkori subject to be plus not going to. So'rog'i to be, subject, going to verb. Demak, to be, going to da to be bilasiz shaxslarga, am qaysiga, is qaysiga, are qaysi shaxslarga nisbatan ishlatilishini takror o'tgan darslarimda, videolarimda aytib o'tganman. Demak, to be, going to ni biz qachon ishlatamiz degan savol tug'ilishi mumkin. Ya'ni will, shall dan farqi nimada? Farqi shundaki, to be, going to ni ishlatamiz. Birinchidan, kelajakdagi maqsad va niyatlarimiz uchun ishlatamiz. Maqsad, aytaylik, Fransiyaga bormoqchiman deysiz. Demak, maqsadingiz bu, niyatingiz bu. Navbatdagi ishlatilishi esa taxmin yoki bashorat qilina oladigan vaziyatlarga nisbatan. Bu dalillarga asoslanib bashorat qilish degani yoki taxmin qilish degani. Tasavvur qiling, osmonda to'la qora bulutlar bo'lsa, siz o'shanda nima deysiz? Yomg'ir yog'adi deysiz. Mana bu dalil. Ya'ni qora bulut dalil va yomg'ir yog'ishini siz taxmin qilyapsiz. Mana shu holatda ishlatiladi. Va aynan mana shu taxmin bashoratlarga ishlatganimizda to be, going to ni moqchi tarjimasi yo'qolib, balkim a degan tarjima keladi. Chunki yomg'ir yog'adi deysiz, yomg'ir yog'moqchi degan gapni juda kam holatda og'zdagi nutqimizda ishlatamiz. Ko'pincha yog'adi, yog'maydi a degan tarjima bilan beramiz. Demak, esingizdan chiqmasin. Taxmin bashoratlarga nisbatan to be, going to ni a deb tarjima qilamiz. Va navbatdagi oxirgi ishlatilishi esa to be, going to oldindan qilib qo'yilgan qarorlarga nisbatan ishlatiladi. Ya'ni aynan to be, going to ni oldindan qilingan qarorlar. Misol uchun, you are going to buy some flowers for her birthday. Uni tug'ilgan kuni uchun gul sotib olmoqchisan degan gap. U qarori. Misol uchun, kimnidir qaysidir do'stingizni tug'ilgan kuni kelyapti va unga siz sovg'a olasiz. Oldindan qaror qilib qo'yasiz. Aynan o'sha kuni emas, aytaylik 10 kun oldin, 2 kun oldin bo'lsa, oldindan qaror qabul qilish, nutq vaqtida emas. Aynan bu to be, going to ni ishlatilish holati edi. Endi biz will bilan keluvchi iboralar bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni expressions deyiladi bu. Asosan bu iboralarimiz will bilan keladi. To be, going to bilan ham ishlatishimiz mumkin. Lekin asosan will bilan keladi deyiladi. Bular I think, I'm sure, probably, I promise, I expect, I believe mavjud. Va sizga mana bu yerda formulasi bilan yozib qo'yganman. Demak, I think, subject, will and verb ketadi. Ya'ni bu I think o'ylaymanki degan tarjimani bildiradi. For example, I think you will pass the exam. O'ylaymanki sen imtihondan o'tasan. Mana qarang. Mana bu yerda subjektimiz xohlasak I qo'yishimiz mumkin. Yo boshqa shaxslarni ham qo'yishimiz mumkin. Navbatdagisi I'm sure. Ishonamanki degani bu. Va subject will verb shaklida ketadi. I'm sure it will be hot today. Ishonamanki bugun issiq bo'ladi. Qarang. I'm sure da I subject bo'lyapti. Ikkinchi gapimizda esa it qilib beryapman. Ya'ni bundan kelib chiqib bilsak bo'ladiki, ikkinchi gapning subjecti xohlagan shaxsimizni qo'yishimiz mumkin. O'shanda ham siz mazmuniga e'tiborli bo'ling. Probably, ehtimol degani. Bu bitta gap ko'rinishida ketadi, gapning o'rtasida, ya'ni subject will probably verb ketadi. I will probably come later to the meeting. Ehtimol uchrashuvga yoki yig'ilishga kechroq kelaman. Bitta gap ko'rinishida keladi.
I promise va'da beramanki degani. Subjectini o'zgartirishimiz mumkin boshqa shaxslar bilan. Subject will work. I promise. Aylik qilsak, I promise I will be ready perfect. Demak, men juda ham ajoyib tayyor bo'laman. I expect kutamanki. Bu kutish qana jismoniy kutish emas, balki ichki kutishga nisbatan ishlatiladi. Ya'ni biz o'zimiz aytamizku, kutgandim shunday bo'lishini. Mana shunga nisbatan expect ishlatiladi. Subject will work. I expect you will get good result. Kutamanki sen yaxshi natija olasan. Mana shu holati va I believe mavjud. Bu ham ishonamanki degani. Bundan keyin ham I believe dan keyin ham iborasidan keyin ham subject will work ketadi. Bu will bilan ishlatiluvchi iboralardir.